Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu desiz, bu masalari yo'q edi. Shamollashga bir yaxshi doringiz bormi? Qanaqa bu? Nima deyapsan? Yaxshimisiz singlim? Yaxshi. E'tibor bermay, yosh bolada o'zini qanaqa tutishni bilmaydi. Sal shamollab qoldim. Shunga qanaqadir doringiz bormi? Hozir. Nima ha? Mana, bu sizga, bu sizga. Voy, menga nimaga? Men shamollamaganman-ku. Menimcha siz bilan ko'p yurasiz, a? Sizga yuqib qolmaslik uchun. Bu necha yoshdan bu? Kattalarga? Buni detskisini bering. Buni ko'rinish katta bo'lgan bilan miya hali maktabga chiqmagan. Yo'q, detki bo'lib qoldikmi hali? Qarang, qon bosimiga qarshi yaxshi dorilaringiz bormi? Endi tushunasiz, qarichilikda o'ynab turadi qon bosim. Bunga dori kerak emas. Hozir tabiiy yo'llari bilan davolasa bo'ladi. Zuluk qo'yinglar. Zuluk? Zuluk qo'yish kerak bo'lsa ham, meni davlenam o'ynamas ekan. Zuluk yonimda. Har kuni qonimni so'rab yuribdi. Yo'q, zuluk bo'lib qoldikmi hali? Nech pul bo'ldi singlim? 94 ming. 94 ming, mana 100 ming. Qaytimiga qanaqadir kampitmi yo chupi-chupsmi bormi? Bor hozir. Yonimda detskilar bor-da. Yig'lab yurmasin. Hazillashdingiz-da hozir. Mana. Nima bering? Maska bormi bitta? Maska nimaga? Sanga o'xshagan zaharlardan himoyalanish uchun. Yo'q, men zahar emas, asalman. Voy. Nimaga ketib qolsan? Bo'pti, asalsan. Chorlarga asal mumkin emas. Qon bosimi ko'tarilib qoladi. Obbo. Nima qilsa bo'ladi bu qizsa? Singlim uzri, xos bog'chadan olib chiqolman-da. Xafa bo'lmaysiz. Detskida babirga ham. Rahmat. Keptiring. To'xta. Go'zal, senga savolim bor. Qanaqa savol? Rashking burning uchida turadi. Tanoga nimaga? Men hech qachon rashk qilmayman sizni. Yo'q. Hozir mashqdan o'tgan luboy qizga gap otib o'rab olaman. Rashk qilmaysanmi? Qilmayman. O'rasangiz o'ravering. To'chna. Bemalol o'ravering. Ko'ramiz. Kechirasiz. Oshiqlaring bo'lsa ham mendek sevolmas. Ko'ngil istar bir o'zingni boshqa o'rning. Ye? Apteka chiqsiz-ku. Ana endi o'zingdan ko'r. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Tuzalib qoldinglarmi? Tuzalishga tuzaldik-ku. O'sha kundan keyin qalbim yaralanib qolgan. Tinchlikmi? Nimaga? Xullas, o'sha kun aptekada bitta qiz yuragimdan urgan. U oppoq kiyimda aptekada menga kulib qarab turardi. O'sha kundan keyin oromim yo'q. Orom? Qayerga ketdi oromingiz? Voy. Taniysizmi siz bu qizni? Yo'q, men tanimayman. Kechirasiz singlim. Kimsiz siz? Hali tanimaydigan bo'lib qoldingizmi? Siz menga qarang. Tanimagan odamingiz rashk qilyapsizmi? Rashk qilyaptilar, ha? Rashk qilyaptilar? Ha? Nimaga rashk qilyapsiz? Siz g'alati turibsiz. Aptekaga kim qo'ydinglar? Qon bosimiga qarshi dorilar bormi? Yaqinda bittasini qon bosimi ko'tarilib ketadi. O'shani olishga boramiz. Davleniya emas, ana ko'karishga qarshi dorilar bo'ladi-yu, kremli. O'shani olishga boramiz. Kimlarnidir ko'zlari ko'karadi-da? Yo'q. Shunaqa. Oldimga tushiymanmi-ki? Yaxshi qoling, aptekachi qiz. Ko'rishamiz, yaxshi qiz. Yuring-ne. Ilohim, menga ham shunaqa jinnicha baxt nasib qilsin. Boshqa yo'q. Qo'yni olaman dedim. Buncha ko'p gapirasan. Garchi qancha oshiqlaring bo'lsa ham mendek sevolmas. Ko'ngil istar bir o'zingni boshqa o'rning bosolmas. Yozay desam ojiz qalam ta'rifinga so'z. Ana qizni tanidingmi? Ha, qaysi qiz? Tanimadingmi? Aptekachi qizmi? Tanirkansan? Uzr singlim, ko'rmay qolman deb bundoq yugurib kelayotgandim, bu yoqqa qarab ketyotgandim. Hech qisi yo'q. Uzr? Siz emas, biz emas, bular ko'rmay qoldilar menimcha. Yoki ko'rib turib ataylab urdilar. Yo bizani kuzatib yuribsizmi? Boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Qiladigan ishingiz yo'q o'xshaydi menimcha. Nima qilyapsiz bu yerda? Yugurishga chiqdim. Ko'rdingmi? Sport bilan shug'ullanar ekan. Biz nima qilamiz?
Biz ham sport bilan shug'ullanamiz. Faqat bugun birinchi kun. Shuni aytmay tursangiz bo'ladi-yu. Yo'q, biz ham birinchi kun emas bugun. Uyda qilyotgandik biza. Ha. Menga qarang, agar yana bir marta yo'limizdan chiqadigan bo'lsangiz, o'zingizdan ko'ring. Men 4 yil boks bilan shug'ullanganman. Men ham 8 yil boks bilan shug'ullangan joyim bor. Undan tashqari 2 yil karate bilan ham shug'ullanganman. Hozir barbaga boryapman. 1 yil bo'lib qoldi shekilli. Baryapmisiz? Ha. Nimaga unda qulog'ingiz sinmagan? Qizlarning qulog'i sinmaydi. Qizlar akkuratniy trenirovka qilishadi. Yo'q, siz qayerdan bilasiz? Men ham barbaga borganman-ku 3 kun. Menga qarang, bo'lmabdi sizga. Ko'chada sport qilish. Tushing oldimga uyda qilamiz. Uyda? Ha, Uyda qana qilamiz? ko'rasiz uyda. Yuguring tezroq. Men nima qilma hozir yugurmay. Men hozir sizga ko'ra olmaslar ko'rib qo'ysinni ko'rsataman. O'zi bu meni ko'taradimi? Ha, bu 130 kilogacha ko'taradi. Yo'q, Ekranda yugurgan tezligingiz, bosib o'tgan masofangiz, ketkazgan vaqtingiz, ketkazgan kaloriyangiz, yuragingiz urishi hammasi ekranda ko'rsatadi. Kolonkasi bor. Bluetooth bilan olsangiz diqqin dishtin qilib ketasiz. O'zi dikkin-dishting bo'lib yuribmi? Past oyoqlari bor. Naklon qilsangiz toqqa yugurib chiqqanday bo'lasiz. Toqqa yugurolma o'zi shundoq ham. Bunichi har xil assortimentlari bor. Luboydan zakaz qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz naqdga, xohlasangiz bo'lib to'lashga. Men bo'lib to'lashga oldim. To'lab qo'yarsiz-a? Nima? Yuguring. Ey, Yuguring. o'lib qolaman hozir.